Bismillahirrahmanirrahim. Özümüzün kıymetini bileyli. Abduri Muhammed Yusuf. Uygurlar İslam noktasından etkandımı, insaniyet ve medeniyet noktasından etkandımı, kıymetli bir millet ve kıymet yaratkan bir halk. Uygurlar yaratkan 4 çoğun keşfiyat ve Türkiye halklar içinde tuncu İslam hakimiyeti hesaplanıdığan Karahanila devleti bunun misali. Uygurlarning dünya medeniyetiga ve İslam medeniyetiga qo'shgan töhfeleri intayin ko'p. Uygurlar Türkiye xalqlari ichida tunji bo'lib shaharlashgan xalq. Afsuski, keyingi bir qancha asr mobaynida Uygurlarning beshiga kelgan krizislar va baxtsizliklar ularning ruhiga ta'sir qilgan bo'lib, bu sababdan o'zining qimmatini va o'zidagi javharlarni bilmaydigan bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Arablarda mag'lub bo'lganlar g'oliblarni o'ziga ulgi qiladi deydigan maqol bor. Hozirgi dunyoning holiga qaraydigan bo'lsak, o'zini mag'lublar qatoridan sanab, safning eng oxirida tizilib turadigan millatlar rostilla orqada qolgan. Ammo o'zini g'oliblarning qatoridan sanab, safning oldida turadiganlar har tarafdan g'olib kelmoqda. Chunki mag'lub millat ruhiy jihatdan mag'lub bo'lganligi uchun o'zining mag'lubiyatini o'zi belgilab bo'ladi ekan. Shunga ular hamisha g'oliblarning orqasida menishni o'ziga ravo ko'radi ekan. Ammo g'oliblar o'zining g'olibiyatini o'zi sezib, shu yo'lda mangadi ekan. Islom dunyosi 16-asrdan keyin dunyoda g'oliblik rolini va taraqqiyot ruhini Yevropaliklar o'tkazib bergandan keyin har tarafdan mag'lub xalqlarga aylanib qoldi. Shuningdan beri musulmonlar musulmon emas millatlarni o'zlariga ulgi qiladigan, o'zlarining qimmatini va o'zlaridagi javharlarni bilmaydigan bo'lib qoldi. Uyg'urlar dal shundoq bo'lib qoldik. Buning misoli nihoyat ko'p. Oddiy bir misolni alaylik. Biz o'zimizning qimmatini bilmaydigan bo'lib qolgan kunimizdan boshlabla boshqalarni cho'ng biladigan, ularga talpinadigan, ularning hamma narsasi bizninkidan mukammal va yaxshi ko'rinadigan bo'lib qoldi. Shuning bilan biz boshqa millatlarning qahramonlarini, olimlarini va hunar san'at egillarini o'zimizning orasidan yetishib chiqqan qahramonlardan, olimlardan, hunar san'at egillaridan afzal biladigan bo'lib qoldik. Bu xohish hayotimizning hamma sohasida o'zini ko'rsatadigan bo'ldi. Ondan Uyg'ur jamiyatida rasmiy umumlashdi. Agar biz olimlarimizni o'z zamonasida dunyoga tonishtira olgan bo'lsak, nurg'un kishilar dunyo sahnasidan o'rin olgan bo'ladi. Masalan, Abduqodir Domullam islom dunyosida misli tepilmaydigan darajadagi islohotchi olim edi. Abdulxoliq Uyg'ur millatimizni uyg'otishga tirishgan va shu zamonlarga nisbatan dunyoda to'nilishga tegishli vatanparvar zot edi. Ammo biz ularning qadrini bilmadik. Ularni dunyoga to'nitish u yoqda tursin, ularni jimiq turdik. Hozirmi biror diniy yoki ilmiy mavzuni o'zimizdan chiqqan olimlarimizdan biri nihoyat yetarli yo'ritib bera olsa-mu, biz uningdan to'varrak turadigan saviyadagi biror arab yoki turk va yoki o'zbek olimining leksiyasini anglashni afzal ko'ramiz. Ular bizning millatdan bo'lmaganlik uchunlar ko'zimizda cho'ng ko'rinadi. Mana bu bizdeki o'zini to'van ko'rib, boshqalarni cho'ng bilish yoki o'zidagi qimmatlarni to'nimay, boshqalardan qimmat izlash xohishining bir misoli. Turkiya xalqi bilan biz qandosh, ammo o'zining qimmatini bilish masalasidagi ahvolimiz bir-birimizga tubdan o'xshamaydi. Turkiya turklar o'zining qimmatini biladi. Boshqalarni o'zidan ustun ko'rmaydi. Boshqalarni cho'ng bilmaydi. O'zini cho'ng biladi. O'zini, o'z xalqini, o'zi ishlab chiqargan narsalarni va o'zidan yetishib chiqqan ixtisos egillarini qadrlaydi. Ularni boshqalarga tanqinmaydi. Turklardagi milliy ong bizdan alohida yuqori. O'zini qadrlash, o'zidan chiqqanlarni himoya qilish ruhi nihoyat mukammal. Ular o'zining bo'lgan har narsani qadrlaydi. Boshqalarninkini o'zlarininkiga hargiz ustun qilib olmaydi. Oddiysi, boshqa millatning olimlarini o'zining olimlaridan alohida ustun ko'rib ketmaydi. Boshqalarning san'atchilarini o'zlarining san'atchilaridan yuqori bilmaydi. Turklardagi o'zidikini qadrlash xohishi shu darajaga yetib borganki, ko'p sondagi turklar Saudiya Arabistonda Podshoh Fahti Qur'on nashr qilish akademiyasida besilgan va dunyoda umumlashayotgan Qur'oni Karim nusxasini o'qimay, o'z davlatida besilgan Qur'oni Karim nusxasini o'qiydi. Shunga haj va umra qilish uchun Saudiya Arabistonga kelganlarning ko'plari Turkiyadan o'zi o'qiydigan Qur'onni billa olib kelib, shuni o'qiydi. Hatta Masjid-i Haramda shuncha Qur'on ko'p tursa-mu, yana o'zi Turkiyadan olib kelgan Qur'onni o'qiydi. Men bunday qilishni targ'ib qilish uchun bu gapni qilmadim. Faqat turklardagi o'zininkini qadrlash ruhiga misol uchun keltirdim.
inson o'zini qanchalik qadrlasa, boshqalar uni qadrlaydi ekan. Millatmi shuningga o'xshaydi ekan. Bir millat o'zini qadrlamasa, boshqalar uni qandoqmi qadrlasin? Biz mustamlikada qilib erkinligimizni yo'qotgan bir xalq bo'lsaqmi, izzatimizni, qimmatimizni va dunyodagi o'rnimizni yo'qotmadik. Biz xil-xil millatlardan yaxshi va qimmatli millatmiz. Biz dunyodagi ko'plagan musulmon millatlardan yaxshi. Oddiysi bizdagi yemak-ichmaklardagi halol haromni ilg'ash xislati, mehmondo'stlik odati mana men degan ko'plagan musulmon xalqlar yo'q. Chunki bizda islom madaniyati bilan milliy madaniyat kiralishib ketgan. Biz ezilgan bo'lsaqmi, erkinligimizdan mahrum qilingan bo'lsaqmi, qimmatimizni yo'qotganimiz yo'q. Biz yanada qimmatli millat. Oltin to'piga ko'milib ketsimi, yanada oltin. U o'zining qimmatini yo'qotib qo'ymaydi. U vaqti kelganda yanada baqiraydi. Shunga biz o'zimizni qadrlaylik. Oldi bilan o'zimizning qimmatli ekanligimizga ishonaylik va o'zimizninkini qadrlaylik.